Sizlar, assalomu alaykum. Men o'sha uy turibdi tom. Ana shu yerdan chiqib keldim. Tog'da bitta cho'qqisiga chiqdim. Mana shu yer ham bitta cho'qqisi. Damazim yarim yo'lda qolib ketgan. Endi bu yoqqa mashina chiqolmaydi, Niva chiqadi xolos. Nivani izi bor ekan aytdi dedimi? Ne qarasam ta lab o'tiribdi. Labon turishini qarang. Nexia legenda deydimi? Labo legenda ekan. Hech qorga ozgina qoldi uni. Menimcha 1 soatda chiqib borsam kerak. Voh. Tog'da odamlar qo'y boqyapti. Hali qo'y chiqqan joyga men yetib bormayapman. O'zimcha 1 soatda toqqa chiqaman degandim, qorga. Yarim soatda 200 metr chiqdim zo'rg'a. Niva ham mana shu yergacha chiqar ekan. Nivanizi. Shu yerdan qaytar ekan. Oxirgi bekat shu yer ekan, bu yoqqa mashinaga yo'l yo'q ekan. Men Damazim 1,5 kilometr pastda qolib ketgan. Hisobda hozir gayin oldim. Bozorgacha bordim-da. Ya undan ko'proqmi? Kichkina bilan balandlik bor. O'sha bunaqa katta toqqa o'xshab ko'rinib turadi, bunaqaga o'xshab. Shundan o'tib ketganmi ancha bo'ldi. Qarang. Shu dahshat joylar ekan. Aytgancha bu yer Ertosh. Ertoshning baland joylari. Oz qoldi. Ona o'sha qor. Hozir ham kichkina ko'rinyapti, endi katta ko'rinyapti. Tog' boshlandi mana. 300 metrdan keyin tog'. O'zi tog'da turibman-ku. Endi haligi tog'da uchida. Eng katta balandligi 300 metr qoldi. Bu yog'i 300 metr balandlik ekan. Qordan qizimga olib tushaman deb va'da berib qo'ydim. Qizim 1 kilometr pastda kutib turibdi hozir. Ancha pastda. Mana o'sha qorli tog'. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Men chiqqan uylar. Shu uylardan ham ancha pastdaman. Hozirgi o'tirgan joyimdan yana 200 metr chiqdim. Bu yoq 100 metr qoldi ona. Keyin boshlanadi tog'. Pastga tushib, keyin tepaga chiqish kerak ekan. Pastga tushib tepaga o'netga chiqish uchun shuni to'g'ri chiqqanim yaxshimi yo? Mana bunaqasi aylanib, bu archani orqasi bilan, bu katta qoya toshlar orqasi bilan chiqqan yaxshimi? Bu tomon sekin balandlik, bu tomon kuchli balandlik deydimi? Katta pastga tushib tepaga chiqamiz, suv ham ichib chiqamiz bir yo'ldan. 'Mana. 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 'Mana
suvdan o'tishchilar yo'q. O yerda toshdan o'taman shekilli. Oh. Bular pastga tushib o'tib bo'lmaydi ekan. Tepaga chiqaman ekan endi. Mana bu yerdan ham o'tib bo'lmaydi ekan. Xotin-qizlar ho'l bo'ladi desa. Voh, suvni shabadasini. Dahshat muzda ekan suvni shabadasi. Voh. Voy. Böyle yiqilay dedim. Voh, tosh ko'tardi. Tushib ketmadi. Oy. Hayla. Bu tog' tepasi sovuq ekan, sovqatyapti. Oh. Bular hech yerda o'tib bo'lmayapti-yu. Bu yoqdan o'tib olaveradigan bo'lib ko'rinyapti. Yoniga borsam o'tib bo'lmaydi ekan. Mana shu yerda o'tsa bo'lar ekan. Yo'q. Men 105 kilomi sakrab olmadim. Uy bile. Ayağım sıykanıp ketib pastdayız. Arkada qaynar. Tosh bilan. Hoppa. Mana muz. Mana ular muz bo'laklari ekan. Qoyili. Muzga kepman, muzga. Surasa muzda ekan. Temir moddasi ko'paygan o'zbekda suvda. Temirda ta'mi kelyapti. O, muzda erishini qaranglar. Ben ko'rinyaptimi sizlarga beryapti turgani. Mana